assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz do'stlar, mana Dilshod Moto do'konimizga yangi tovarlarimiz keldi. Hozir narxlar ham arzonlashdi. Bitta obzor qilib tushuntirib beramiz. Xizmatimiz yoqsa like va podpiskani ayamaysizlar. Qo'ng'iroqchani banglatib bosinglar, like-ni ham banglatinglar. Qani ketdik. Aziz do'stlar, mana murojaatlarimiz kelib boshladi. Yana partiyalarimiz yangilardan. Hozir yangi kelgan bitta murojaatimiz ko'rsatamiz. Va shu udar qilingan hamma narsasi bor desa ham bo'ladi. Xo'sh, qaranglar. 6 faralik. Bu yangilangan versiya, bu 2026. Mana yonida bunaqa cho'ntaklar qo'yilgan. Birinchi yangiligini aytaman. Ikkinchi yangiligi. Xo'sh. Pulti ham bor mana. Keyin NFS kartochkasi ham bor. Ya'ni pulti ham kalt ham ishlatmasa bo'ladi. Mana ekranga shunday bitta bosiladi. Mana. Probegni qanaqani tabloni ko'rsatadi, yana bitta bossa o'chdi mana. Keyin yana bitta yangilik. Boshqa murojaatlarda hali bu narsa qilinmagan, hech qayerda yo'q bu narsa. Xo'sh, qaranglar. Yurgan kilometrini ko'rasiz, ana kilometr yozgan bu yerga. Ana 0 turibdi. Yurgan kilometrini ko'rsatadi endi bu murojaatlar, bemalol yurgan kilometrini ko'rsatadi. Xitoy chunki shunada berdi bizga. Bemalol ko'rsatadi, ya'ni saqlanib qiladi dedi. Xo'sh, signal avarenka ham qo'ydirganmiz mana. Avarenka qo'ydirdik, mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi yangiligimiz orqasini hozir ko'rsataman. Tormozga turibdi, ana rushnoga tortilgan. Xo'sh, orqada yangilik bor, uni ham ko'rsataman. Zadniga mana farani o'chiramiz, mana qaranglar. Mana fara o'chdi, ko'rdingizmi? Fara o'chdi. Endi zadniga uramiz. Zadniga urganda zadni farasi ham yonadi mana. Zadni farasi ham yonadi. Mana qaranglar, undan tashqari mana bunaqa stoplar qo'yilgan. Tormoz bosganda mana shunaqa stop yozuv yonadi. Mana. Tormoz bosganda shuna yonadi. Avarenkasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham tiyagasi bor mana bu. Mana hozir ko'rsataman. Agar Короче, ana orqasi ham tushadi. Mana boltini qotiribdi mexaniklar. Xo'sh. Yangiliklarning udari bo'ldi. 2026 restyling bo'ldi bu. 2026-versiya. Borti balandligi 60 cm. Ko'rishingiz 60 cm mana. Borti baland qilingan, chuqur qilingan. Mana bu promoy palovuz qilindi. Boltga ham o'zgardi. Oldingilar shaybalik edi. Shayba qo'yib qotiriladi. Hozir mana promoy xuddi mashinalarnigidek qilingan bolti. Xo'sh, baloni 500 ga 12. Uchta baloni ham bir xil. Xo'sh, uchta tormozni oyog'ida. Bitta tormoz bosganda uchalasi ham ushlaydi. Va ana endi avarenkasini o'chiramiz. Mana bossa yana qaranglar, o'chadi. Mana. Pul ham kerak emas, kalt ham kerak emas. Oddiygina bitta kartochka. Orqaroq olaylik, keyin bo'lsa oldiroq olaylik. Xalaqit beryapti. Birinchi ko'rsa avtomatik tormozi ham bor. Ana bunday qilamiz, ochamiz endi. Motor miya. Yana ham kattasidan qo'yildi, ko'rishingiz mumkin. 2000 miya motor mana. 2000 miya motor. Xo'sh, miyasi ham 2000. Reduktor 6 tushlik, eng katta reduktordan qo'yildi. Gruzovoy qilindi. 6 ta 68 amperlik akkumulyator. Xo'sh, mana bunaqa
avtomatlari ham bor. O'zi biron joyda zamikalni bo'lsa, avtomat tashlaydi. O'ziga zarar bermaydi. Avtomat shu maqsadda qo'yiladi. Komplektida zapaska balon, kaska, domkrat, balon ключ, jilet qo'shib beriladi. Shu komplektlar bor. Oldida mana bunaqa oynalari ham bor. Tagidagi profil 6 ta profil. Xo'sh. Metallari zo'ridan qilingan, baquvvatidan qo'yilgan. 4 ta resor mana. Bu so'ram 70 santimetrlik resor. Kalta resor emas, ba'zi birovlar kalta resor qo'yadi. Bu kalta resor emas, uzun resor bu. Prujina 4 ta amortizator mana. 4 ta amortizator. Motor miya 2000, reduktor 6 tishlik. Любой ustadan so'rasangiz ham aytadi 6 tishlik reduktor baquvvat bo'ladi, chunki gruzovoy. Ana bu masalan palovos bo'lsa, shu 6 ta qalin tish bo'ladi. 18 tishlik, 20 tishliklar mayin bo'ladi ular. Yukka bardosh bera olmaydi. Bu bemalol yukka bardosh beradi. Yuk uchun moslashtirilgan muraviy. O'shaning uchun ham promoy palovos qilindi. 5 ta boltlik. Xo'sh. Skameykasini ham ko'rishingiz mumkin, katta. 3 kishi bemalol sig'adi. Mana. 3 kishi bemalol sig'adi. Bitta zaryadka bilan 70 ta 80 tagacha yurib beradi. Xo'sh. Yangiligimiz ana shu hozir yangi kelgan. Bundan ham hozir yangi kelayotgan muroviylarimiz bor. Xudo xolasa kelsa uni ham bitta obzor qilib ko'rsatib beramiz. Buni 3 xil rangi bor. Qora, mana bu Darkman Blue deydi. Darkman Blue va ko'k rang bor. 3 xil rangi bor. Lekin mana uni bash cho'tka qildirganmiz, ana любой narsani naq tiyagalik splashnoy. Adden mana bu yoqdan kalta emas, splashnoy qildirdik, sababi polni borti ochilib, bort polni tekis bo'ladi. Orqasi ham xuddi shunday tekis bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bash udardan bo'ldi. Ha, yana nimasini aytamiz? Narxga keladigan bo'lsak, narxi 13,5 million so'm kelaverasizlar. Va yana arzon muroylarimiz bor, 12,5 million so'mga mana. 6 ta akkumulyator, miya motor 1800, reduktori ham 6 tishlik. Komplektida buni ham zapaska, kaska, domkrat, balon ключ, jilet bor. 12,5 million kelishtirib beriladi. Xo'sh, mana bu muroyimiz xuddi ana shu muroyilda qiling, bu muroyini oldingi bunaqa varianti bu. Buni oldi boshqacha, mana 4 ta paralik. Bunda ham 6 ta 68 amper. Bunda tiyaga mana bu yoqdan qo'yilgan. Mana bort отдельно ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Отдельно buni olib qo'ysa ham bo'ladi. Bu shunaqa varianti bu. Bunda ham kaska, zapaska, domkrat, balon ключ, jilet qo'shib beriladi. Narxi 13 million so'm kami bor. Xo'sh. Mana bu muroylarimiz ham bor, shiroki balonlik. Bular mana bu Skalmax firmasini shiroki baloni o'zi 2 dona qoldi. Buni narxi ham 13 million kelishtirib beriladi. Va Largo Motorsdan ham 1 dona qolgan shiroki balonlik. Buni akkumulyatori 70 amperlik 6 ta. Buni oldingi obzorlarimizda ko'rsatmagandik. Bundan kelib sirasi tugadi. Buni oldi tormozlari ham 7 tormozlik. Xo'sh. Buni narxi 13,5 million so'm. Bunda ham o'sha aytgan xususiyatlardan bor, faqat avarenkasi, parkovkasi bor. Ko'rsataman ham hozir. Mana. Bunda lekin zarni urganda orqa chiroq yonmaydi. Parkovkasi bor. Mana parkovkada turgan paytda ana bitta bosasizlar yuriydi. Buni ham akkumulyatori 6 ta 70 amperlik. Buni bort balandligi 58 cm, uniki 60 cm. Mana 70 amperlikdan 10 ta turibdi. Motor miya 1800, bunda ham 4 ta manzata, 4 ta resort prujinasi bilan. Bunda ham zapaska, kaska, domkrat, balon ключ, jilet hamma narsasi bor. Narxi 13,5 million kelishtirib beriladi. Naqd oladiganlarga. Keyin yana aytib o'taman, bizda qarz bo'lib berish unaqa narsa yo'q. Iltimos, shu muammo bo'yicha bizga telefon ham, ism ham yozmanglar. Bizcha hamma obzorda aytib o'tamiz. Qarzga, bo'lib berishga narsa bermaymiz.
Faqat kredit beriladi, ta'minotchimiz bor, o'sha ta'minotchi orqali olasizlar. Lekin qarzga bo'lib berishga texnika yo'q. Iltimos shu tomonlama bizga nima qilmanglar. Xo'sh. Boyagi muroyimizni shiroki balonlarga xohlagan odam mana bunaqa shiroki balon bilan ham oladi. Xolasa abishni balon bilan oladi. Shiroki balon bilan narxi 13,5 million so'm. Abishni balon bilan 13 million so'm kelishtirib beriladi. O'zi bundan sanoqli qoldi. Buni ham obzor qilishga hali vaqt bo'lmadi, o'shaning uchun obzor qila olmadik. O'z sanoqli qoldi mana 1 2 3 4 ta, 5 ta, 6 dona qoldi. Mana bunaqa shirok balonligimiz 2 ta qoldi. Hammasini narxini aytib, ko'rsatib berib o'tyapman. Narx qanaqa edi, bunaqa edi deb so'ramanglar iltimos. Mana Skymax shiroki balon 13 million so'm kelishtirib beramiz. Larga Motors o'zi bundan ham 2 dona qoldi. Buni narxi 13,5 million so'm, buni ham kelishtirib beramiz. Skymax Balambord eslab qolinglar. Abishni baloni 13 million so'm kelishtirib beramiz. Shiroki balonlarga 13,5 million so'm kelishtirib beramiz. Mana bu arzonroq muroyimiz. Xohlovchilar arzon xohlaydiganlar bu ham 12,5 million so'm kelishtirib beramiz. Bular endi 13,5 million so'm kelishtirib beriladi bu ham. Bu yangi partiyalar. Kelaverasizlar. Mana shu moto do'konimizga tovarlarimiz kelyapti. Kemta labomiz bor. O'sha labomizni ham o'tgan safar sal narxini adashib qimmatroq aytib yuboribmiz. Buni ham bitta kurs berib o'tganman. Borti 2 metr. Borti 2 metr, eniga 1.30, uzuniga 2 metr. Bu ham promoy palovuz. 5 ta boltlik. Xo'sh, 1,5 tonnagacha yuk bemalol oladi. Yurish masofasi 60-70 km, akkumulyatori 70 amperlikdan 6 ta qo'yilgan. Narxi 28 million so'm. Kelaverasizlar. Kabinaliklarimiz 17-17,5 million so'm, ular ham kelishtirib beriladi. Uni obzor qilganmiz. Narxlar oldingidan sal-sal tushirildi. Endi xudo xolasa shu oy shunaqa narxlarda sotiladi. Endi keyingi oydan Xitoyda ham temir narxi oshganligi uchun narxi ham oshishi mumkin. Sababi endi dunyo notinch hozir. O'shaning sababiga, bunaqasiga kasr bunga ham tegyapti. Sababi temir narxi ko'tarilib ketyapti Xitoyda. Bu hozir kirib kelgani uchun narxlar salgina arzon. Keyingi kirib keladiganlar narxini endi keyin kelsa, xudo xolasa narxi tamojidan o'tgandan keyin obzor qilamiz. Yana yangi muroylarimiz kelyapti. Yangilik qilishga to'xtamaymiz, davom etamiz. Hozircha bor muroyimiz mana shu. Naqdga olsangizlar, bemalol telefon qilib, bo'lmasa telefon ishlamay qolsa, Telegramdan yozsangizlar, javob beramiz. Telefon endi ba'zi ishlamay qolyapti. Shuning uchun Telegramdan ham javob beramiz. Hammaning tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Musofirda yurgan yurtdoshlarimiz tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, yurtimizga kelishlik nasib aylasin, eson-omon kelsinlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.